Gazablok ishlab chiqaraman deganlar uchun mana 30 talik pol avtomat liniyasini o'rnatib berayotganmiz. Ko'ryapsizlar, 30 talisini, 40 talik, 50 talik, 100 talik, 10 talik umuman aytilgan variantda komplektlar o'rnatib beramiz. Mana o'zini manaqa mishalkasi, mishalkani ham ovozlari mana o'ta past, o'qlari ham o'ta nol qo'yilgan. Manaqa katta suv manaqa aqlli garilkalari o'zini zapravka qilib qo'yasiz, ko'miri o'zi yoqiladi, aqlli katyolli asosan. Mana shunaqa relslari o'rnatib ishga tushirib beramiz. Ko'ryapsizlar, qoliplar nol holatda. Mana bitta chiziqqa qilingan lazerlarga otib manaqa avtomat reskalar. Avtomat reskani ham bitta knopkani bosasiz, o'zi tushib, ko'tarib, kerak bo'lsa shuni pultliga ham qilib beraveramiz. Gazablogi ponni avtomat deysizmi, pol avtomat deysizmi, eng prostoy aytilgan variantidan qilib beraveradi. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar.